IELTS experience'ga keladigan bo'lsa, IELTS experience qanaqa bo'ldi? Adashmasam, Dombitda 5-chi, 6-chi etaplarda IELTSga tayyorgarlik ko'riladi. Am, Hozir qanaqa bilmayman, haligi 77 experiencelar qalay bo'lgan, o'sha paytdagi minus pluslar qalay bo'lgan. Juda ham to'g'ri bo'lgan, chunki hop birinchi uchta etapda o'tish unaqa problema bo'lmagan, qiyin bo'lmagan. Mm, Lekin masalan 3dan 4ga o'tishda qiyin bo'lgan. mm. Adashmasam re-examination bo'lganman. Ha, Re-examdan o'tganman. Yo'q, ha, to'rtga adashmasam to'rtga menimcha. mm, Uh, O'sha paytda endi siz aytganda hozir qanaqa bilmayman-u. O'sha paytda 5-6 etapda odatda kun bo'yi o'tirilardida. mm. 7dan 7gacha ertalab kelardik. Men masalan Uchqo'rg'ondan kelsam, ertalab 5da Oh, chiqib ketardim ba'zida. wow. Uchqo'rg'ondan 6da. qatnaganmiz. Da, Yaxshi. da, da. Har kuni ertalab kelardim, kechqurun soat 10da ketardim. 10da, Ha, 11da. Endi har kuni bo'lmasdi-yu, lekin ko'p, masalan bir mm, haftada 6 kun borsak, kamida 5 kun xuddi shunaqa bo'lardi. Juda ham intensivniy bo'lgan. O'sha paytda litsey bordi, to'g'risini aytaman. ha. Litseyga bormasdim. Haftada bir Domitor marta litseyda. shunaqa edi. Hozir qanaqa bilmadim, lekin o'sha paytda juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rganmiz. Juda ham ko'p kitob o'qirdik. Shu Hmm, kitob o'qiganim SATga ham yordam bergan deb o'ylayman. hmm, Chunki juda ham ko'p ha, kitob o'qirdik. Muhammad aka teacher har doim bizdan savollar so'rardilar kitoblardan. Shunga hmm, iloji boricha yaxshi tushunishga harakat qilardik. Har xil perspektivalardan tushunishga hmm. harakat qilardik berilgan materiallarni. И judayam judayam foydali Intensive. bo'lgan o'sha. Uh, Juda ham Qatnaydi. intensiv bo'lgan. Hmm. 30 minute O'sha paytda breakda lunch qilib kelishlar. aha, shunaqa har doim ertalab kelib, ertalab soat 8da ozgina snack olib kelardik Hmm. gruppadagilar bilan. Masalan, somsa bo'lardi atrofimizda. Bilishli bo'ladi. Ha, ertalabdan olib tayyorgarlik ko'rib. uh, Lekin shu 12 soat, masalan 10 soat o'qilsa ham, endi 100% har doim ham effektivniy bo'lmaydi-ku, baribir haligi charchaysiz, uyqungiz Hmm, keladi. Shunaqa momentda ham hmm, bor. Unaqa bo'lsa sal ko'chaga chiqib kelasiz, breyk olib hmm. kelasiz. Refresh qilib. Keyin breyk bo'lganda bolalar bilan hammamiz borib ovqatlanib, shunaqa Hmm, judayam haliginaqa atmosfera zo'r bo'lgan. To'g'ri hmm, intensivniy bo'lgan. To'g'ri, masalan o'qishingizdan tashqaridagi, gruppangizdan tashqaridagi do'stlaringiz bilan gaplashishga vaqtingiz bo'lmagan. to'g'ri. Lekin judayam bizda o'sha paytda judayam kerakli a, protsess bo'lgan deb o'ylayman. Bizni tayyorlashga Hmm. yordam berganda shu Ha, bitta shu aytaylik o'qish narsasida, o'qish perspektivasidan emas, o'sha ozgina hayot tarafdan hamda, masalan haligi nimadirlardan staminani kechishingiz kerak. oshirish, Da, haligi on time nimadirlardan kechishingiz bo'lishlar. kerak, prioritet qilishingiz kerak, da, punktualniy bo'lishingiz kerak, hamma narsani Hmm, vaqtida qilishingiz kerak. Shunaqa ko'p skilllarni o'rganganman deylik. na. Keyin masalan hozir cleaning bo'lyaptimi bilmayman, lekin har doim biz masalan birorta uyga vazifani qilmasak minus olardik. Minus olgandan Ha, keyin yo pul to'lash kerak, yo tozalash kerak. ha. Dom bitdi, borishlar biz edik. Ikki martalab har kuni tozalaydigan. Bizga ham experience the same. Hozir menimcha ancha osonlashtirib yuborishgan. Menimcha hozir qanaqa bilmayman. U paytda tozalash bir narsa, uyalish bir joyda, tozalash bir joyda. Vazifani yaxshi qilmabsan deb hamma qarardi. Даже mani qo'shni magazinchilar bilardi. Vazifa qilmadingmi deb qarab turishardi. Bitta bir experience. Ayniqsa qishda. Yani, keyin regizam bo'lib o'tgandan keyin 5-6 yiqilishlar bo'lmagan bo'lsa kerak. Adashsam menimcha yiqilmasdan o'ta Yo'q. cho'tib ketgan. Ko'p kishida kamdan kam odamda bunaqa bo'ladi. Masalan, men o'zim ham yiqilganman. Bir martami ikki marta yiqilgan bo'lishim kerak, adashmasam. Kamdan kam odamlar
studentlar yiqilmasdan o'sha 1dan 6 etapgacha boradi. Endi borgandan keyin ham o'sha 8.0 band skor olish o'ta rare, o'ta kuchli qanaqadir understanding of English required qiladi u. 7.5 dan 8 point difference manimcha yaxshigina bo'lsa kerak deb o'ylayman.